Voy, Adham aka, kresloni qarang, mana shuni olmasangiz bo'lmaydi, lekin ofisingizga shundoq zo'r tushadi. Kojniy ekan tim bo'l. Va kremoviy rangi undan ham zo'r, o'shani olaylik. Nima ko'p gapirding, uka? Men mashinada o'tirib turib o'zim hal qilaman. Stolda ham oling. Mashinada o'tirib turib o'zim hal qilaman. Mayli. Men kimda qaror oladimi? Keling aka, nima qarab o'tdingiz? Shu ofisingga kreslo qidiryaptimda. Bo'ldi, joyiga keldingiz. Yuring, men sizga variantlar ko'rsataman. Siz bo'lsa videoni oxirigacha ham ko'ring, agarda sifatli kreslo qidirayotgan bo'lsangiz. Birinchi variantimiz o'rtacha segmentga tegishli bo'lgan, orqalari setishni, ya'ni havo o'tkazib turadigan, tellatib yormaydigan variantimiz. Bo'yin qismini o'zi 4 xil konstruksiyada boshqarib, o'zingizning qulayligingizga moslab to'g'rilab olsangiz bo'ladi va qo'llarni ham alohida bemalol o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Bunda bemalol ishlab o'tirish yokida charchaganda mana shunaqa hordiq chiqarib dam olish ham mumkin. Bu variantimiz o'rtacha segmentga tegishli bo'lgan. Buni kreslo emas, balki bir kishilik krovat sistem yolg'on gapirgan bo'lmayman. Sababi bo'yin qismini o'zida 4 xil konstruksiya regulirovka uchun, alohida veshelkasi, ya'ni kiyimingizni ilib qo'yishingiz uchun va spinkasini ham bemalol o'zingizga moslab to'g'rilasangiz bo'ladi. Qo'llari 5 xil konstruksiya, bemalol o'zingizga qulay qilib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. O'tirganingizda balandligini ham o'zingizga moslab olasiz va tegi qismida ham alohida oyog'ingizni qo'yishingiz uchun xuddi shunaqa detali mavjud. Bunda bemalol ishlab ham, dam olib ham, hattoki uxlab yotsangiz ham bo'ladi. Bu variantimiz bo'lsa rostagasim rahbarlarga tegishli bo'lgan variant. Usti toza eko koja, umuman qizdirib yormaydi. Bunda o'tirib hamkorlaringizni переговорga chaqirganingizda rostagasim ofisingizga vid berib turadi. Balandpast bo'lib chiqishlari juda ham qulay va orqa spinkasini bemalol o'zingizga moslab yotqizib olsangiz bo'ladi. Bunimizda eng byudjetli variantlarimizdan biri. Bo'yin qismi 2 xil konstruksiya, o'zingizga bemalol moslab olsangiz bo'ladi. Buni ham spinkasi ortopediskiy, belga umuman zarari yo'q va setishni qilib ishlangan, o'tirganda tellatib yoki isitib yormaydi. Qo'lni ham bemalol regulirovka qilib balandpast qilsa bo'ladi, hamda bemalol bunda ham yotib dam olsa bo'ladi. Xullas shunaqa aka. O'z garantiyasi bormi bilaman? Albatta 2 yilgacha garantiya beramiz. O'z qaysi biri yoqdi sizga? Menga hammasi yoqdi, hammasi ma'qul. Hammasini o'rab bering. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Bizga adresingizni beradigan bo'lsangiz, kun davomida sizga dastavka qilib olib borib beramiz. Agarda sizga ham sifatli kreslolar kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki izohlarda yozib qoldiring va qaysi biri yoqdi, uni ham yozib ketinglar.